metrdan bu yog'iga ligirovka qilsa bo'ladigan narsa ekan. Mana bunaqa qilib zubchasi bor, simchasi. Shunday tiqib qo'yasiz joyiga. Texnika mo'jizasini ko'rganman, lekin bunaqasini birinchi ko'rdim deydi-ku. Yangi boshlagan obyektimiz bir zo'r narsa ko'rib qoldim lisa masalasiga. Sizlar ham ko'ringlar. Lisa xullas biz ko'pincha mana bu xonalarga 1 metrlik lisa aytamiz. Shtobi xalaqit berib qolmasligi uchun 2 metrlikni o'rtasiga qo'yib ishlasa bo'ladi. Faqat MDF ko'targanda xalaqit beradi. 1 metrlikda yetmay qolsa tagiga g'isht qo'yamiz, yo'q ustidan oyoq yasaymiz, yana g'isht nimadan, yog'ochdan ikkita g'isht qo'yamiz, shunaqa qilib ligirovka qilardik. Bugun mana bu yerga lisa aytganmiz, mana o'zlari yechim qilib qo'yishgan ekan shu narsaga. Juda ham zo'r variant bo'lgan. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Mana bunaqa qilib har 10 santimetrga teshik qilingan. Har 10 santimetr ko'tariladi mana. Bu уже 2 metrlik bo'lyapti ko'tarilganda. Lekin xohlagan joyingizga qo'yib olsangiz bo'ladi mana tepasini. 1 metrdan bu yog'iga ligirovka qilsa bo'ladigan narsa ekan. Mana bunaqa qilib zubchasi bor, simchasi. Shunday tiqib qo'yasiz joyiga. Bu bizga juda ham qulay variant. Iloji bo'lsa men o'zim bir 10 komplekt qilib olishim kerak ekan bundan. Bizga qulayligi g'isht tashib yurmaymiz. G'isht tashib yurmaymiz, ustidan oyoq yasamaymiz. Shundagina qulay bo'ladi. Lisachilar ko'rsa buni, menimcha qilib qo'ysa ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. Jo'natib qo'ysanglar lisachilarga, kimga kerak bo'lsa shunaqa variantlarni qila olishaveradi. Yaxshi variant ekan, kimga kerak bo'lsa qilib olsanglar bo'ladi mana o'zi. Ko'p qiyin narsa emas. Ko'p qiyin narsa emas ekan. Kimgadir manfaatli bo'ladi, jo'natib qo'yinglar.